Qani yuring, oldimga tushing. Oyijon, chaqqon. Hop. Chaqqon bo'ling. Oldimga tushing. Oyijon, qayerga olib keldingiz? Ey, sizga o'xshab eshitmaganlar qancha. Ayting oyijon, eshitaman. Gulobod Avenue shaharchasi qurilyapti. Bildingizmi? Juda ham chiroyli. Ana qarang, hamma narsasi bor. 8 etaj, 9 etaj, hamma narsasi shunaqangi zamonaviy qurilgan, bildingizmi? Ha, undan tashqari, voy kelinjonim, mana zilonli zonalarni ko'rdingizmi? Ana maktab ham bor, bog'chasi ham bor, hamma. Voy, eng asosiysi hozir mashinalar qayerga borsa, mashina qo'yishga odam qiynaladi. Ana shuning uchun buni bir narsasi yaxshi, yuqorida ham, pastda ham parkovkasi ham bor. Oyijon, parkovka. Hamma bizga qarab turibdi. Sekinroq kuling. Xo'p, bo'ladi. Endi gapimni eshiting. Mana shu o'g'lim Amerikadan pul jo'natganini chirt-pirt qilmasdan, ishlatmasdan yig'ing. Mana shu yerda o'zimni o'ylayotganim yo'q. Navaralarimni o'ylayapman. Bilaman. Men o'ylamasam kim o'ylaydi? Mana bog'chasi ham bor, maktab ham bor. Mana shunda navaralarimga bittada olib qo'yaylik deyman-da. Mehribon oyijonim o'zimni. Mazza qilib o'qishadi, mazza qilib hammasi bir qadam mashina yo'li yo'q. Xavotir olaman-da. Oyijonimdan. Keyin bir narsa eshitdim. Birinchi 70 ta kelgan mijozga chegirma bor ekan. Yo'q. Ana shunga harakat qilishimiz kerak. 100 milliondan 300 milliongacha. Ana shunga ilinib qolishimiz kerak. Chegirmaga. Shundaysi bor ekan, yana sovg'alari bor ekan. Undan keyin haligi iPhone 17 Pro Max. iPhone. Voy oyijonim. iPhone'i bor ekan, televizori bor ekan, hamma xolodilnik bor ekan, mashinalar bor ekan. O'sha kelganlarga olayotganlarga sovg'a qilib berishar ekan. Mana past olamizmi? Albatta, nima deysiz, oyijon? O'g'limni aldab-suldab, yo mayli, yaxshi gapirib, erkalatib, pullar jo'nating, xo'jayin deb pullarni oling. Yig'ib oling. Eringiz kelganda syurpriz qilasiz. Ha, demak, romantika qilavermasdan syurpriz ham qiling. Xo'p, bo'ladi oyijon. BBS Holding. Nurli kelajak sari.